Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, qo'shqi bozori, chorva bozori va bizni tasodifiy kuzatib qo'ygan aka-ukalar. Akalar, xudo xolasa bugun sizlar uchun chiroyli hamda foydali bo'lgan video, ya'ni qo'y baqsirlari haqida noldan xudo xolasa bir batafsil video qilamiz inshaalloh. Like'larni bosib, obuna bo'lsalaring, biz boshlaymiz akalar. Xudo xolasa. Videolarimiz akalar ozgina bir cho'zilishi mumkin. Shuning uchun bir yaxshilab bir o'rnash olsalaring, xudo xolasa shu qo'ylar nima yeyapti, necha mahalliyli yeyapti, qanday qo'y boqish kerak, barcha ma'lumotlarni inshaalloh ipidan minasigacha shu batafsil xudo xolasa aytib o'tamiz. Akalar, bugun biz Namangan viloyati, Namangan tumani o'sha mashhur arzonchilar qishlog'i, Tepao'ram qishlog'idamiz. Kanalimizda, nafaqat kanalimizda, balki YouTube'larda ham o'sha qo'ylarni arzon chiqarayotgan, o'zlari ham mana shu qo'ylar shug'ullanayotgan, xudo xolasa bugun mana foydali video qilamiz deb inshaalloh Avazbek do'stimiz qo'lga kelganmiz. Assalomu alaykum obunachilar, tuzilmishlar, charchamay. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Xudo xolasa shu bugun qo'ldan kelganicha qo'y baqsalarini o'zim noldan boshlab o'zim o'rgataman. Faqat like bosib qo'llab-quvvatlab tursangiz bo'ldi. Hozir uyimda bayta pichimalar bor, qo'chqor pichima ahta qilinganlar bor, shularni ko'rsataman. Xudo xolasa mana shu video 1000 ta like yig'adigan bo'lsa, o'zim qo'ramda ham doimiy qo'y turi bor. Ularda ham o'z bayta qo'ylar bor. Ularga qo'ldan kelgancha chiroyli qo'y video qilib semka qilib chiqaramiz. Qo'chqor so'liq hammasi bor. Qo'llab tursalar like bosib tursalar bo'ldi. Qo'chqor so'liq hammasi bor. Akalar, xudo xolasa mana Avazbek o'sha YouTube'dagi juda ham ko'chib o'zi yaxshi bir taniydi, yaxshi biladi. Xudo xolasa mana o'zlari qanday usulda qo'y baqadilar, barcha bir ma'lumotlarni o'zlaridan olishga harakat qilamiz. Bu yerda akalar mana qozonimiz Avaz ham pishga yemiragansiz bularga. Qanat beriladi. Shunda ham barakan bo'larkan qo'y bo'lsa ham tuzalishga osonroq bo'ladi bu qanatli narsada. Foydasi ancha katta. Qozonimiz necha litrli qozon Avazbek? 100 litrlik. 100 litrli qozon, xudo xolasa. 100 litr. Buni ichiga nimalar qo'shgansiz? Avazbek bundan ichiga? Makka qo'shilgan, shipuli guruh qo'shilgan, arpa qo'shilgan. Makka, shipuli guruh, mana akalar arpa, mana ishib semirgan bu Avazbek bu. Hammasi. Bo'ksa ham tuzalishga osonroq bo'ladi. Xom narsani yeb qo'yib bekatga ham tuzalish qiyin bo'ladi. Nimaga ichida shishadi-da u. Shishib bitadi bunda. Bu shishmaydi u, mana yana bor. Tez ozlik bitadi demak. Tez ozlik bitadi, mana. Keyin uni yem tayyorlab aytganda ichiga tuz qo'shib olsa yaxshi bo'ladi. Tuz qo'shilsa yaxshi bo'ladi. Tuzlar ham bor. Har kuni mana shu 100 litrlikka bir pacha suv qo'shiramiz. Yoki qo'y chanqitadi, keyin chanqagandan keyin suv ichadi qo'y. Ichaklari kengayadi, o'zgarish yaxshi bo'ladi. Yaxshi o'zgaradi. Yaxshi o'zgaradi, xudo xolasa. Doim suv qo'shamiz o'zimiz. Ilyartimiz qo'y vaqt beramiz. Biz buni buyurtmasi o'tkazib boshlagan emasmiz. Nechilar bir Avazbek shu qo'y baqasiz o'zi. 19 da kirdim, mana shu 19 dan pulni shu dadamlarim hammasi shuni ichida. Sizga ota kasb. Ota kasb bizga, ha. Lekin qo'ydan yaxshi foyda qilyapsiz-ki, shu ish qilyapsiz, so'ramasmi? Yaxshi foyda qilyapsiz, shu ish qilamiz. Ziyon qilmayapsizmi? Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Endi ba'zi bir nima, hech narsa bir yoqmaydigan bir negativ insonlar bo'ladi-yu, qo'y boqib foyda qilib bo'lmaydi deydigan. Ha, biz o'zimiz shuni ichidamiz, bilamiz. Tishimiz chiqqan shuni ichida yuramiz biz. Biz qo'yni olishda ham bilish kerak, qo'yni olishda ham bilish kerak. Baqish asosan qo'y qanday qo'y bo'lsa ham baqish yaxshi bilgan odam ziyon qilmaydi. Yaxshi foyda qilsa foyda qiladi. Qo'yga bir yaxshi mehr bersa, yaxshi qarasa, erinmay qarasa o'zi yaxshigina foyda qilaveradi. U aytaveradi u og'ziga kelganini. Akalar, mana o'zi haqiqatan o'ziga bir hech narsa bu dunyoda yoqmaydigan bir o'zi bir qo'yga tushmaydigan insonlar bo'ladi, nega bo'lsa degan, lekin akalar, xudo xolasa qo'ygan shu mehr berib qaralsa, inshaalloh mana nima yaxshi o'zgaradi. Akalar, lekin mana bu haqiqatan Makka yem u mayda oda Alanga aytadi bu, non odamni ham semirtiradi-yu. Mana shu akalar. Bu yerda 35 ta qo'y bor. Hozircha mashina 15 litrli tag'arada 2 ta marta qo'yapmiz hozir. 2 ta rashlab ko'rsatamiz-a? Hop, akalar, bu yerda bo'lmasa yem tayyorlash jarayoni, xudo xolasa mana hozirga olgan pishgan bug'doy makkalarimiz va bu yerda nima Avazbek bu? Bu o'lik. O'lik paxtani atxodi. Negativchilaringiz bor, qo'y baqib foyda qilmaydi, 3,5 ming, 3 ming qilmoq yem olib berganiga foyda qilmaydi taganishda. Buni paxtani atxodi 2 tonna 200 kilo, 1 million 850 ming to'kib ketdi. 770 so'm shu kilosi mana. 770 so'm, 800 so'm ham bormaydi. Ha, o'zgarish ham yaxshi bo'ladi. Mana akalar, faqat bug'doylarni bersak, bu qiladida, foyda qilmaydi. Faqat bug'doy bilan kepadi aralashtirib bersa foyda qilmaydi, uncha. Foyda qiladi endi. Kamroq. Qimmatroq qo'yishamiz. Foyda qilishimiz kerak. Foyda qimmat olasizmi, ordalasizmi, ordaroq tushasiz. Yemni arzonroq olish kerak. Foyda qilaradi. Shu tomonlarga e'tibor berish kerak asosan. Mana akalar, xudo xolasa mana tayyorlash jarayoni mana shu 35 ta qo'yga Avazbek bu. 35 ta qo'y. Mana 2 ta tog'orada to'ldirib o'sha pishgan yemdan solindi. Buni tagidagi haligi paxta atib qancha qo'shiladi?
Buni holatiga qo'shilaveradi. 6 yig'ir. Masalan, siz qancha qo'shasiz? Tag'i tog'irda bir 2 tog'ir qo'yasizmi? 3 tog'ora. 3 tog'ira patan turna qo'shiladi va kepaga kelar mana. Ko'ryapsizlar. Ashi bir qop kepasi necha kunga yetadi ashi 30 kunga? Bu kepak 1,5 kunga yetadi. 1,5 kunga 3 mahal yetadi. 55 ming so'm. 25 kilolik. 3 mahal yetadi. Hop, necha mahal o'zi yem berasiz o'zingiz? Misol ertalabki qo'y baxshilar qilyapti, ertalabki kamroq beramiz. Kechgacha ko'proq qilib beramiz. Sonra ertalabki tayyor. 2 mahal aka hozir soatim shu 9:30-9 atrofida beraverasiz o'zidan bir holatlarga bir rejimda beraveradi. Mana akalar shunaqa qilib aralashtirib. Yaxshi aralashtirib beriladi. Kepadan ko'proq qo'shiladi ekan. Kepadan shu holatiga qo'shilaveradi. Kepadan ko'proq qo'shgansizlar akalar mana. Mana shu paxtani atvodini qurug'ini ham bersa bo'lar ekan, namlantirib bersa ham bo'laveradi. Tep suv qo'shib bersa ham bo'laveradi. Mana Bu endi bodem ekan, suv borliqcha suv qo'shmaydi. o'zi nam holat turganligi uchun. Mana akalar bu yem tayyorlash jarayonimiz xudo xolasa mana o'zi nimaga o'zim shu yerda sizdan ko'payib ketdi ashi. Mana sog'liq sog'liq 5-6 daqiqa chiqsa kerak, xotirjam. Qo'ylarni ko'rsatib qo'yamiz. Mana endi hamma ko'p kutilmay qo'ylarni ko'rsatamiz. Bu yerda 11 dona qo'chqorda pichma qilingan bu axta. Akalar mana axta qilingan, mana qo'chqorlari pichma qilingan, lekin juda katta ekan, navasi qo'ylar. Olganingizda necha pul olgansiz shulardan? 3,250 ming so'm oldik. Hali biroy bo'lgan yo'q. Hali biroy, mana shular biroy bo'lmadimi? 3,250 25 kun, 20 kun shunaqa bo'ldi. O'ta katta. Hozir ham qo'ylar 40 kilo bordi, go'sha qo'ydilar. Xotirjam, yo'q, xotirjam chiqadi lekin. Menga qo'y turi hozir 70 kilo, 75 kiloda. Bo'yi ham 85 gacha chiqarsa kerak, ular xotirjam. Chiqadi, xotirjam. Tishlari ham 4 ta shunaqa ular. Hammasi ro'mon qo'ylar. Akalar ular so'lg'i emas, yuz o'xshaydi-ku, lekin so'lg'i emas akalar. Hammasi pichma. Hammasi pichma qiling. Ham shu variantlar xudo xolasa. Pichma keyin sal hurkayroq bo'ladi, qo'chqor so'liqqandan sal hurkayroq bo'ladi. Hozir misol yem to'ksaga uncha kilometrki, mana tikilganimizda keyin keladi hammasi. Bular yem berishga udobli-da bu. Hozir misol mana to'kamiz mana. Kami keladi mana. Kellasi qo'chqorlar bilsa o'g'ri. Ha, demak haligi yemda keyinda xalaqit bermay solishga. Ha, shunday. Keyin qo'chqorlar boshdan chachilib ketadi yemlar. Shunday hammasi yopish kelganda, qo'li kelgan yo'q mana. Sen hurkayroq, biz chiqsak, keladi hammasi. yurib keladi hammasi. Akalar mana xudo xolasa lekin avvalgi bularni demak qo'shaqqa qaraganda tez semirish tez bo'larkan ham bular o'zgarishi. Qo'chqorga qaraganda bu o'ta tez seviradi, qo'chqorga qaraganda, qo'chqor so'liq qaraganda. Narxi ham arzon bo'ladimi qo'chaqqa qaraganda bu? Yo'q, tep-beton yuradi. Narxi bir xil yuradi, lekin o'zgarishi zo'r. Qo'chqorda bundan 95 ming so'm o'lyapti hozir. Akalar buni qo'ydi kattalar 3 million 200 mingdan bir ay olmagan qo'ylar. 150 ming so'mdan 20 tasini oldim, 11 tasi bu yerda. Davomini ko'rsatamiz xudo xolasa. Ko'rsatamiz. Mana akalar shu hozir ko'rsatgan bir tayyorlangan yemimiz, o'sha aralashtirilgan varianti mana. Lekin asha mana akalar pichma pul zamonini aytsak mana qo'ylar kelgani yo'q. Buni yem solganingizda yolg'iz kelib balaga nima edi? O'g'ri to'solmaydi kallasi bilan, intilmaydi. Ketgandan keyin akalar mana xudo xolasa o'zi kelib mana yo'rak akalar mana hozir ko'ryapsizlar. Xudo xolasa bu birinchi qo'ramizdan qo'ylar, ikkinchi qo'ramizdan ko'rsatamiz akalar. Hop, akalar mana bu yoqda hozir pichmalar sheriklari. Davomlari mana xudo xolasa yemlari. O'sha kattalar shu hozir 3,250 sherilar hozir nima qilib ko'rsatdik-ku. Azmi baklashga nima kerak? Bu yerda qo'chqor boqqandik oldin. Qo'chqor sushyapti qo'chqor ichiga baylab qo'ydik. Shunaqa 4-5 ta qilib bag'ida ham bor ko'rsatdim uni. Mana akalar bu yoqda baylab qo'ygan edik. Keyin qo'chqor sushmaydi buni. Sushganda bir-biriga yurganda bu kiyadi kirishga. Aql hurkiydi. Hurkib sushmaydi. Oybekning pichma bo'lyapti, oldin qo'chqor boqqanmiz. Bu sariq qo'chqor shekilli emas. Sariq bitta qo'chqor bor, buni oyog'i qiyshiq buni. O'tkazdan turadi bu. Yani oldi oyog'i qishroqcha qo'chqor bor xolos. Ba'dan ham yo'q pichma, hammasi. Mana akalar bu yoqda mana yem yeyishlarini ko'ryapsizlar. Mana haqiqatan odam kelsa hurkib ekan lekin. Bu yoqda kichikroq variantlar ekan bular. Ha, kichikroqlar. Katta shundan. Mana mana bitta kattasi bor ekan, qolgan hammasi ular yaqinda tushdimi endi baquvga? Ular yaqin tushdi, 1,5 ular 1 oy o'tdi bular. Ular ham ular necha pul olingan emas olishdi? 2,600 ming so'm olingan qo'zlar, 12 dona. 2,600 olingan, xudo xolasa o'zgarishlar zo'r. Mana akalar ko'ryapsiz yem. Kattalarni do'xtosi erta bor, rabat sotaveramiz kattalarni. Mo kichiklarni ular do'xtosi qurbaytida turadi bular. Ularni o'rniga nima qilinadi? Ular o'rniga ular turadi bular. Xudo xolasa mana avrot yaxshi bo'ladi. Endi avvalgi bu pichmani necha oy boqqanni tavsiya berasiz o'zingiz? O'zi pichma ko'p baqilmaydi. Qo'chqor misol 7 oy, 8 oy baqasa buni 3 oy baqilasiz. 4 oy baqsa uzoq 4 oy teri bo'ladi. Xotirjam. O'zi yetlar, qo'chqorda o'tib ketadi pichma. 4 oy qolmaydi. Mana yemlar yana solinmayapti.
So'raringlar. Bizdan hurkman qo'ylar o'qida kelmayapti qo'ylar. Lekin akalar mana kelsa sразу yem kerak mana. Yemlar mana o'zi solinyapti akalar, xudo xolasa. Lekin o'zgarishga zo'r bo'ladi, o'zgarishga. O'zgarish o'zi YouTube'da o'zi pichma baqish sirlari chiqmagan bo'lsa kerak mana. Chiqmagan. Mana qizillar turibdi, mana shular chiroylilar. Shular 2600 ham bo'lgan shular. Ikkita bir xil bor ekan. Ular o'zi hammasi bir xil o'rnlarda, o katta o'rtada o'rnarilardan. Bularni evaziga sotmaysiz-a bularni hozir? Yo'q, bularni hozir sotmayman. Ha, sotilmaydi. Lekin sotiladigan qo'ylaringiz bormi o'zingizda ham, masalan? Sotiladigan bo'g'azkada bo'lsa ham. Bo'g'az soluqlar bor. Yoshga Bo'g'az soluqlar bitta bo'g'az olib, shu tartibda yemni beradigan soluqlar bor. Xo'sh, ulardan yaxshi daromad qilsa bo'ladi. Demak, hozirgi videoni shu soluq boqsa ham bo'laveradi, mana shu tartibda. Soluq qo'y bo'lsa, qo'y o'z baraka qo'y. Qo'y boqqadan kam bo'lmaydi. Prosta yaxshilab boqishni bilish kerak xolos. Davasa o'zi nima lazim qo'yamiz? Maslahatlarni so'rashda bemalol telefon qilaveradi, emas bizga. Qo'ldan kelgancha telefon qilaveradi. Qo'ldan kelgancha o'zim aloqalarim o'rgatilaveradi. Davasa yo'q, jilachida aytdi uni bemalol. Bilmagan akalarni telefon qilaversin. Qo'ldan kelgancha o'rgatamiz. Barcha bir ma'lumotlarni o'zi beraverasiz. O'zim beraman. Telefon qilaveradi. Mana akalar xotirjam telefon qilaverasizlar. Endi evaziga nima edi, qo'ylarni endi masalan yangi boshlagan odam kasalliklari haqida bilmaydi-yu. Yo'taliga nima qilish kerak? Burni oqqanga, qo'tiri, albin chizdirish kerak birinchi o'rinda. albin dori. Albin ukoli bor. Ukol bor. Shu ukoldan qo'yilsa, biz mashhurlar hammasiga albin berganmiz. Ukolni qildirgan. O'zimiz bog'chada cho'chkadagi qo'ylar, aydan qo'ylar ko'p-da, yerda ham qo'ylar ko'p. Yo'lda qo'ylar hammasiga ponni bir qator albinni berib, shu ukolni qildirganmiz. Keyin albatta tushunmaydi. Misol endi hozir qo'y olsa bo'laveradi. Misol yozgi kunda qo'y oyog'imda o'zimdan qo'shatamizda, o'zimdan tirishib biz shu ishimiz shu. Yozgi kunda Qirg'izdan qo'y keladi-yu. Qirg'izda havo salqin bor, bu yerda havo issiq bo'ladi. Shuning hisobiga o'tgan qo'ylar yo'taladi, o'pkasi hali bo'ladi. Havo almashish hisobiga. Havo almashgan hisobiga o'pkasi hali ishdan chiqadi. Shuning uchun tuzatishim qiyin. Endi hozir misol baydan havo ancha sovuq chiqib qoldi. Endi Qirg'izda qo'y, misol Qirg'izda qo'chqarlar qo'chada kasal kam chiqadi. Keyin kasal asosan mayda yoshroq qo'zda chiqadi. Shu 2 million 2,5 million qo'zda chiqadi. Yosh qo'zdan chiqadi demak. Kishak 4 qo'lda kasal umuman bo'lmaydi. Nimaga qo'ylar yengi boradi kasalda. Bu immunitet past bo'ldi qo'zini. Ko'tara olmaydi kasalda. Shuning hisobiga qo'zada ko'p kasal bo'lib, ko'pincha qo'zlar nobud bo'ladi. Lekin haliga nima 3,5 million 3 million atrofida qo'zda katta yirik qo'yib olsa bo'laveradi. Ana shunaqa olsa mafro bo'ladi. Kasal bo'lmaydi misol. Keyin endi o'rgatib olgandan keyin endi bosib berilaveradi. Misol qo'zga mancha yem berishadi desa, u mancha beradi, tez o'zgarlaydi. Ko'proq yesa ham nima o'zgarishi yaxshi bo'ladi. O'zgarishi yaxshi bo'ladi, katta qo'ydi. Bular ham qirg'izdan o'tganmi o'zi bu? Hamma Qirg'izdan o'tgan. Mana Qirg'iziston. Mana bitta solo bitta qolib ketgan bu. Mana bundan juni o'sgan solo. Juni o'sgan hech kim yoqmay o'zim uyga olib chiqib qo'yganman-da. O'zim yerda endi bosib beryapman, endi qisirlagan qo'y. Chunki men tushunmay akalar endi nima deydi, bu bo'g'az bo'lmaydi-yu. Bu pichma qo'ya umuman yugurmaydi, suzishmaydi, umuman aloqamaydi. Bir-biriga suzmaydi, irg'imaydi. Faqat yotaveradi, semirib yotaveradi, shu. Mana haligi qutur chiqqan bo'lsa-chi evaziga masalan. Qutur chiqqan bo'lsa atrabon bor, atrabonga oltin kuyut qo'shib qanat qizdiriladi. Qizdirib turib vosiladi, shu qutur jetiga bu osiladi. Shu sirada aloqa. Ukol bor shart emas. Ukol qildirib yaxshi bo'ladi. Endi eng shu tuzatyapman shu hozircha. Haligi nima qishloqchasiga mahalliy nimasi? Tabobat deydimi? Ha. Atrabonga qizdiriladi, cho'xni qizdirib turib bosiladi. U qizib ketish kerakmi yo yengil qizsa bo'ldimi? Sal qisqa qizish kerak. Hiyo qizsa bo'ldi, balki kuydiradigan darajada bo'lish shart emas. Yo'q, shu ashaqcha ham bo'laveradi lekin. Shuni kuydiradigan olib tashini o'zi bossa sразу tuzatishga qiladi. Tez tuzaladi qo'y. Bir marta ikki marta qilinsa bo'ldi. 2 marta uzog'i. Uzoq 2 marta qilinsa, demak, tuzalik bo'ladi o'zi o'sha ikkinchisida. Ikkinchisida tuzalik bo'ladi, keyin ponni junch ketadi-da, yerdan. Va haligi turgan joyda junch ketadi. Emas mana qo'yim deydi bir xillar yo'talyapti-yu, lekin yeb-ichlar yaxshi deydi. Qo'yimni nima qilay, sotib yuboraymi yo boqoraymi deyshadi. Yetgan narsadan qo'qadan jeti uni. Yeyaptimi qo'y tuzaladi. Обязательно misol qirg'iz qo'yda bir ikkita yo'tal bo'ladi-da, u misol dalan qo'y bo'ladi. Yo'q, hozir sovuqda odam o'zimizdan yo'q deyapti. Yem-yemaga oladi. Keyin makka budida qo'shib berilsa, ichi qiziydi, yo'tal qoladi yo'tal. Taqa-taq to'xtaydi yo'tali. Uni yeb turgan narsadan qo'rqadigan emas, yemayotgan turgan narsadan qo'rqish kerak. Va yesa u yengib boraveradi. Yengib boraveradi. Yemasa yo'qotish kerak qo'ydi. Yengib boraveradi. Yemagani yomon. Yemagani yomon. Lekin burun oqish nimalari demak kishisi bas yo'talishi yeb tursa, haligi emas. Biror tushun aksidan qildirib qo'ysa bo'ldi. O'z joyi qildirsa ham, shu asosan o'sha yemni yaxshilab bersa bo'ldi. Shu makkadan makkaga xomicha berib tursa, o'sha 4 ta qo'ygan, 4 taga bir kasa
Ertalab ko'chirib berib tursa, ichini qizdirib qoldiradi yo'talni ham. Sekin o'rib to'g'rishaveradi. Ha, shunday. Mana akalar, xudo xolasa. Buni havoni nimasi qanday urg'ilmaydi? Mana qishga masalan salafon urab qo'yibsiz, mana salafon. Salafon eng muhim narsa salafonni. Misol salafon bo'lmasa, men Makka bug'doyni bosib bersangiz ham yuqmaydi qo'ygan. Issiqroq bo'lishi kerak, deyman. Issiqdan parlangan. Haligi sovug'i girmaydi. Elga qoladi. Yegan yemini sovuq o'zib ketadimi hozir? Yemini o'zgarmasdan. Yemni men bosib bersa ham bu issiq bo'lmasa bepoyda baribir. Nimagaki, o'sib ketadi-da. Bu issiq joyda tursa o'zgarish yaxshi bo'ladi. Mana salafon shu uchun kerak. Havoni normal qilib turish uchun. Mana akalar. Salafon abzatni to'sish kerak salafon. Bunda hamma qo'shilgan. Issiqmisa o'zidan bilasizmi? Mana havo haqiqatan hozir normalniy. Ko'chaga qaraganda keyin uni shabada o'tmaydi akalar. Qor yomg'ir yaxshi o'tmaydi bu yoqqa. Havo normal turaveradi, qo'ylar ham demak yaxshi o'ziraveradi. O'ziraveradi. Shunda bu yoqda qo'ylarimiz xudo xolasa bir chiroyli ma'lumotlarni beryapmiz inshaalloh. Foydali bo'ladi degan umiddamiz akalar. Obuna bo'lib qo'yasizlar. Inshaalloh mana pishma boq sirlari akalar. Bu yillar faqat pishma emas, shu so'g'liq boslariga ham xotirjam mana shu usulda bo'laver ekan. Lekin mana shu qo'ylar 3200 dan bo'lgan bo'lsa, lekin bekorga qo'y o'ta katta-da akalar, bir 80 ming oshiqda qo'ylar. Birinchi ko'rsak qo'ylarimiz ham o'ta katta, mana yirik. Yuzlar hamma so'liq qo'sha ketdi bulardan. Ko'rganda hamma so'liq deydi bular. Akalar bular so'liq emas, pichma. Mana xudo xolasa, mana shu yemni hammasini yeb qo'yadimi hozir? Chiqishimizni yeb qo'yadi. Yarim soatda shuni proba o'z kelishib boshladi. Ishga boqib yurganimizga. Xudo xolasa. Odam hurkab oldi-da. Xotirjam akalar nima edi, baqirasizlar. Inshaalloh, lekin tez semiraga qo'chaga qaraganda bir-biriga suzib ya bir-birini irg'irma qilmas ekan. Xudo xolasa, foydasi ham yaxshi inshaalloh. Ham tezroq tayyor bo'lar ekan. Bu yoshlari ham akalar 4 ishga chiqibdi, lekin 4-6 shunaqa emas. Bitta qo'ylar. Bular tiganda o'zi kattamida o'zbek. Oriqroq edi xolos. Oriq edi, tez semirgan. 20 kun buruncha bilib qoldi. 20 kun akalar mana zo'r bo'lib o'zgarib qolibdi lekin. Akalar mana xudo xolasa yem tayyorlash jarayoni mana qozon to'lar-to'lmas solindi. O'sha ichiga makka, arpa va shpurug'i va shpurug'i kilosi 1,5 ming so'mdan shpurug'i. Makka 2700 so'm, arpa 2700 so'm qo'yilgan. Makka bu arpa mana qilib solindi-ya, suvni quyiladi. Shu quyilgan qaynatiladi. Shu oddiy umummalik emas. Shu oti qo'y tagida tezagi bor-ku. O'zini tezagini o'zi nima qilaveradi? O'zi qaytaradi tezak. Mana akalar o'zini mana qayerdan chiqqan tezagi. Bu yonib pishaveradi. Pishaveradi, bu ortda bezrasotda bu. Qo'y ordan surishni bilish kerak. Qo'ydaligi negativda o'sha gapirolmasdan ordan surishni qilish kerak qo'ydi. Shpurug'i ham 1,5 ming so'm kilosi. Qo'lizlar nima emas bu? Tuz. Bu tuz mana. Yo'q, qo'ydaligi tuz bu edi. Osh tuzi-ya bu. Ha, osh tuzi o'zimiz oddiy osh tuzi 1000 so'mdan. Mana akalar bitta pashkasilarni qo'shib yuborasizlar. Juda qo'zing qo'shib yuboradi. Unga suv quyib turib, tagiga o't yoqiladi. O't yoqib turib, ustiga tezasi nima qo'yilsa, necha soatda bu pishadi hozir bir taxminan yaxshi qaynab tursa. Hozir kech belgida sekin qaynaveradi kech belgida. Biz mancha pishib bitadi. Yem berish nimasiga pishib bo'ladi, ertalab qilingan narsa. Yarmida ko'pini olamizda, kechqurunga qo'yib baqish, yarmida ko'p olamiz, keyin bir pag'ir makka, bir pag'ir arpa, bir pag'ir shpurug'ni qo'shib qo'yamiz. Yana sho'radi. Yarimdan ko'p bo'ladi, ertalab yana berilaveradi. Mana akalar bu mayda. Tezlariga haligi oson yo'lda deydi. Mana. So'zlamagunga alasa qo'yiladi mana. Mana akalar ko'ryapsizlar, yemni baholasi. Mana oddiy bir yem pishirish usullari xulosaga bir noldan o'sha barcha bir ma'lumotlar kasalliklariga, yemlar tayyorlashlari hamma jarayon bir chiroyli yoritib berdik. Baholasi foydali bo'ladigan umiddamiz inshaalloh. Mana like bosib turinglar akalar. Mana like bosib tursa bo'ldi. Do'qosa boshqa qo'yadi ko'rsatib, cho'chkada qo'yadi. Xulosaga shu 1000 like bo'lsa, shu so'li boqsizlar, qo'shqir boqsizlar, barcha bir ma'lumotlarni sizlarga bir taqdim etishga harakat qilamiz. Endi qo'ylar ko'p edi. 300 ham qo'ylar ko'p. Sotilgan qo'ylarimiz ham bor. Sotilgan qo'ylar ham bor. Bo'lsa to'y berasiz, har qanaqa turida. Har qo'ydan to'y beriladi, albatta. Mana kelar narxi arzon. So'l to'y beramiz. So'lga pilyapsiz, bo'g'a so'lga pilyapsiz. Yosh kattaroq. Bittadan bo'lsa olib, yemlar degan so'lga pilyapmiz. Shu asosan hozir menda o'sha shunaqa so'lga oladiganlar telefon so'radi. Puli necha pul atrofida Bazbek? Narxini baland emas. 2 milliondan 2 million 300 mingga u. 2,5 pahsda qo'ylar. 2,5 emas. 2 milliondan bo'g'a so'lga beraman. Telefon qilsa o'sha videolarni chiqarib berasiz o'zingiz. Ha. Mana. Akalar men Telegramdan yozasizlarmi? Telefon qilasizlarmi? Ikkalada nomerlar bo'ladi. Agar bir telefonlar bir nima edi, o'ch ko'rsatsa, o'sha Telegramlarga bir yozaverasizlar. Chunki bizga antenna zo'r emas, qish sharoitimizdan yaxshi tushunasizlar.
Lekin mana akalar mana shu oddiy nima qilingan 100 litrlik qozonga suv quyilar ekan, xudo xolasa bu tayyor bo'lib pishak akalar. Buni shu orchib ko'ramiz akalar, xudo xolasa. Hop akalar mana qo'ramizni va tashqaridan ko'rinishi xudo xolasa mana oddiy qo'ra, hashamatli bir 5 yulduzli qo'ra bo'lmasa ham yaxshi zurali emas bu qo'ylar. Qo'ranalik shu unga. Qanday ahamiyati yo'q. Katta qo'ra ham shu ichida o'sha endi berishni bilsa bo'ldi unga. Bu 5 yulduzli qo'ra u hammasi bitta qo'ra-ku. Haligi nima deydi, chiroyli qilib qasr qo'yamiz, qo'ylar mehri bo'lmasa bir tiyin. Shunaqa to'g'ri. Qo'ydatsam raqshni bilish kerak xolos. U qo'ra u bulardan shu. Mana akalar mana oddiy qo'ra masalan. Mana aka oddiy qo'ra, ustlari ba'zi bir tomon salafon o'ralgan, tepalari loy bilan mana berkitilgan, xudo xolasa oddiy bir qo'ra uy sharoitidagi qo'ra akalar. Bunga bir nima deydi, katta bir miqdordagi pul sarflash yo bo'lmasa bir chiroyli qilib nima qilish shart emas, shu o'zingizga bir yoqadigan ixcham holatda qilsalaring bo'ldi. Xudo xolasa yaxshi bo'zyor ekan. Mana shu kamizdan faqat mana shu qo'yib juda qisqa emas, oyog'imizdan ketgani yo'q. Xudo xolasa. Akalar, videolarimiz foydali bo'ldi degan umiddamiz. Agar sizga bir ma'qul kelgan bo'lsa, bittadan like bosib, kommentariyaga otanga rahmat yozib qo'ysalaring, xudo xolasa bir juda ham xursand bo'lgan bo'lardi. Mana akalar biz chegirma ada qo'turda. Mana akalar mana ko'rasizlar mana hammasi mana yemni yonga kelib yemni yeyapti. Biz borganimizda yemni yegan yo'q edi. Xudo xolasa akalar mana kimda bir tushunmagan ma'lumotlar bo'lsa, agar berilmagan ma'lumotlar bo'lsa, xotirjam avaz o'tkazgan nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Telefon qilaverasiz, xudo xolasa. Barcha ma'lumotlar qo'ldan kelgancha yurasiz, avaz o'tkazasiz. Kelgancha yuraverasiz, faqat like bosib bo'ldi. Qo'y kerak desa-chi, avaz bizga ham qo'y bering desa ham telefon qilishaveradi. Abzal telefon so'radi. Qo'y kerak, qo'y do'qos turdan qilib beriladi. Hamma turidan bor, lekin xudo xolasa. Biz ishimiz shu. Qo'yiladi qo'ldan kelgancha. Agar xudo xolasa, nima bemalol bir telefon qilaverasiz, bir hijolatchilik bo'lmaydi inshaalloh. Videolarimiz foydali deb hisoblasangiz, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, kommentariyaga bir yaxshi fikr yozib qo'ysalaring, xudo xolasa bir 1000 ta like bo'lsa, inshaalloh shu uchasida qo'ylarni ham bir obzorini qilib, chiroyli qilib sizlarga bir taqdim etamiz. Sog' va salomat bo'ling. Ishlaringizga va choralaringizga baraka bersin.